Assalomu alaykum, hurmatli barakali tomoshabinlarim. Biz avvalda aytganimizdek, barakali hamma qurilish sistemasi bo'yicha videolarni ko'rsatib boramiz dedik. Urganch shahrida arzon narxda qurilish tugallanmagan yer o'rni bor ekan. Urganch shahrida joylashgan yerimiz Urganch shahrining eng dinch hududlaridan birisi. Orientirni aytaman. Bobur to'yxonasi avvalgi va Toshkent Senkasi Onda Qutlug' Qadam to'yxonasi hamma aytgan yerimiz 1 kilometr radiusda joylashgan. Barakali kanalidan keladigan bo'lsangiz, to'g'ri 20 million kamida skidga urib olib bilasizlar. Gaz, svet, suv, asfalt hamma yerlari gelingan kommunalga ulangan joy. Bu joyning plus tarafi bu ko'chasi katta yo'lga chiqincha ozgina yuriladi-da. Assalomu alaykum, hurmatli barakali tomoshabinlarim. Biz avvalda aytganimizdek, barakali hamma qurilish sistemasi bo'yicha videolarni ko'rsatib boramiz dedik. Yana bu gapimizning isboti qurilish tugallanmagan yer o'rni bor ekan. Urganch shahrida shuni sizlarga videosini obzor etamiz. Agar pullari sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, yana Urganch shahrida arzon narxda qurilish tugallanmagan 600 kvadrat yer o'rnisi va uyning egalari bu yerda fundamentlar tayyorlab qo'yibdi. Ayrim bir sabablarga ko'ra, moliyaviy sabablarga ko'ra bu yerni oxirigacha keltirilmay shu ko'rinishda sotilayotir. Bu joylashgan yerimiz Urganch shahrining eng dinch hududlaridan birisi. Orientirni aytaman. Asadbek to'yxona, Oxunboy jome masjidi, Bobur to'yxonasi avvalgi va Toshkent Senkasi, Onda Qutlug' Qadam to'yxonasi, Shodiyana to'yxonasi, Bon tarafda Omad to'yxonasi, 17-son maktab, hamma aytgan yerimiz 1 kilometr radiusda joylashgan eng dinch hudud bu yer. Qaranglar, bu yerni planshet bo'lingan. Yana bu eldimizga birinchi joy, bu ikkinchi joy, bu uchinchi joyning planat buzilishi kerak edi. Shunda qat turibdi. Agar kim joy qurilishi 3 bo'lib solama yoki 3 o'g'lima deb niyat etgan bo'lsa, uni точно shu mestasida shu 3 bo'limni boshlanib turgan eng qiziqli yeri bu. Yana Urganch shahrining 600 kvadrat deb aytilgan bu yer kadastr ham o'zi tayyor, narxi zo'r. 800 million so'm deb turibdilar. Agar siz shu barakali kanalidan keladigan bo'lsangiz, to'g'ri 20 million kamida skidga urib olib bilasizlar. 780 million so'm shu 600 kvadrat Urganch shahrida fundament etib turgan yer. Gaz, svet, suv, asfalt hamma yerlari gelingan kommunalga ulangan joy. Dinch hudud. Hazrat Piyashistlar. Qaranglar, yana fundamentlari hamma o'zlari bilan atilgan. Fundament bilan 1 metr, qalinligi 50 santimetrlik fundament atilgan. Mana bu yer o'rnini yoki qurilish tugallanmagan obyektning bir tarafi yoqdi. Shu yo'l ustida yaxshi yo'llarni yaxshi biladi bu narsani. Farzandlaringiz shu o'ynab marka chiqqan vaqtda katta tezlikda o'tib qaytadigan mashinadan xavfsirab o'tirasizlar. Bu joyning plus tarafi bu ko'chasi katta yo'lga chiqincha ozgina yuriladi-da. Hozir sizlarga video davomida berishat girilishni gösteradi. Yo'l mahalla ham shu mashinalar katta tezlikda yurib harakatlanib bilmaydigan hudud bu. Lekin gengniki yaxshi yo'ldan geng, tinch hudud. Hozir videoni obzor davomida gösteramiz genglar. Bu namiz boshqa reklamalarda ko'rib ko'rishdan sal xato tushunib turgan bo'lishlari mumkin. Tomoshabinlar, qaranglar, bu yerning girish qismini mashinada girgan taqdirda og'izdan ham bir ikki mashina sig'atda o'ylab turgan bo'lishingiz mumkin, lekin emas. Yana bu ham yiqiladi yana. Biri yiqilib, biri 2 mashina, 3 mashina bemalol girib harakatlanib biladigan darajada bo'ladi. Bana qo'yasizlar, endi nimaklab qo'yasizlar. Bu tarafdan gazon atsangiz bo'ladi ekan. Dinch hudud. Bir qatorina videoning davomida sizlarga bu yerdan to'liq video ko'rsatib beramiz. Telefon nomerlarini uy egasini o'zidan qo'yib beramiz. Aytganimdek, barakalisi obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, Instagram, Telegram, ishora 20 million skidga bor shu barakalisi obunachilarni.